Ketdik, yuraylar. Kiraylar. Keling, qani Siroj? Xonalarga kirib ketdi, kiyim tashlashga. Shuncha pulni qimorga tikish kerak emasdi. Ketdi, nima qilay deyapman? Hozir bu yog'iga qanaqa qilib yashaymiz? Sekin, ehtiyot bo'l. Yodgor, yur. Ukamni boshini aylantirib olibsan-ku? Siroj akani aytyapsizmi? Qarang, birdan bildi qaysi ukangizni gapirganimizni. O'zlari-ku orqamdan Uyal. yuribdilar. Ko'zingni suzgandan keyin yuradi-da. Gap. Hoy, pochcha. Qalaysan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Rustam manadamisiz? Ha, adayman bolam. O'tiring. Aziz, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Savollaring yaxshimi? Yaxshimisan? Voy, keldingizmi? Keldim. Yaxshimisan? Bunga tushuntirib qo'ymadingmi? Turobga tegganimda hamma narsamni qilib beraman degan. Bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Sen meni hozir Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetishi kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas,
balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi. Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi. Keling, Rangiz gullari serialining 100 qismiga chuqur tahlil qilaylik va keyingi 101 qismda kutilayotgan voqealarni ko'rib chiqaylik. Bu oddiy qism emas edi. Barcha uzoq davom etgan tarangliklar va sirlar qaynash nuqtasiga yetib, serial uchun muhim burilish nuqtasini tashkil etdi.
Bu qismning butun kuchi Malikaning Sanjar va Guzal haqidagi orzusi bilan rostlikni aniqlashi va uning dunyosi qulashiga qaratilgan edi. Bu ochilish u suhbatni eshitganida, dalil topganida yoki barcha narsalarni birlashtirganida ham aslida halokatli edi. Uning ko'z o'ngida butun hayoti kulga aylanayotganini ko'rdik. Ukasiga bo'lgan ishonchi, Sanjar bilan orzu qilgan kelajagi hammasi kulga aylandi. Uning Guzal bilan bo'lgan to'qnashuvi to'la hissiyot va kuch bilan to'lgan edi. Bu faqat bolalar o'rtasidagi tortishuv emas, balki uning yuziga chizilgan chuqur nohaqlik edi. Guzalning himoyalari, uning sevgi va taqdir haqidagi oqlovlari Malikaning haqiqiy qayg'iga qarshi bo'sh edi. Endi 101 qism uchun taxminlar qanday? Oila ichidagi zaif tinchlik endi yo'q. Keyingi qismda Farhodning jahli eng yuqori cho'qqisiga yetish kutilmoqda. U va Sanjar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ehtimol kuch ishlatish bilan to'qnashuv deyarli mumkin emasdek ko'rinadi. Bu faqat so'z urushi bo'lmaydi, jismoniy to'qnashuv yoki haqiqatni hammaga ochib beradigan jamoatchilik skandalining xavfi ham katta. Malika uchun 101 qism uning qayg'udan mustahkamlikka yetadigan og'ir yo'lining boshlanishi bo'lishi mumkin. U qayg'uga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100 qism hamma narsani buzdi. 101 qism esa buzilishni boshqarish haqida. Diqqat qiling, chunki drama aynan shu yerdan kuchayadi.